Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirda aka-ukalar. Mana bugungi darvozamizni o'z joyiga o'rnatildi. Bugungi darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanini Olason qishlog'iga olib kelib o'rnatildi. Bugungi darvozamizni razmerlarini, asollarini, materiallarini aytib o'tamiz hamma joyiga. Kanalimizga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Ishimiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Doim xizmatdamiz, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bugungi darvozamizni materiallarini, razmerlarini aytsak, buni razmeri 350 ga 350 bo'ldi razmerlarimiz. Tuga qismlari lazerli ochiqlik qilib berdik. Materiallarni aytsak, krugovoy, tagliga yoni bor. Qo'lda shivelerda qilib berdik. Mana yaproq ko'rsatuvlar. Xohlasa yaxshisidan qilib berdik. Profillarimiz 6 ga 4 dan bo'ldi. 1.7 sneker qilib berdik. Qalinligini. Listlarimiz 7 kilik lista bo'ldi. Rossiyskiy qora kuydirilgan listdan deyiladi. Bu kasblarimiz ham xohlasa qalinlar yaxshisidan bo'ldi. O'sha o'qlarimiz yo'q. Zamohlarimiz shu bir zamohdan bo'ldi har doim. Mana ochilib betishlari. Qismlari ochilib bekilishlarini ko'rsatamiz. Tomonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Polotni tek silliq o'tishdi. Ochilib bekilishlarini bu darvozamizni atesga qo'yib berdim, yana ochilgan holatda qoladi. Yoki bekilib yoki ochilib ketmaydi. Agar shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda o'ylab ko'rasizlar, O'zbekistonda dastavkamiz bor. Oldu. Zamohlarimiz bir zamoh, mana ochilishlari. Qo'shimcha kalit. Bunisi chiqib chiqdi. Doğradan. Şimdi darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilasizlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.